Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va men sizlar e'tiborlaringizga navbatdagi tahliliy videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz men kecha previewsini qilmoqchi edim, lekin internetim bilan bir narsa bo'ldi, bilmasam tushunmay qoldim o'zim. Xullas kalom 6 soat qiyinchiliklardan keyin men oxir-oqibat shu videoni qo'ya olmadim. Endi shu sababli bugun baribir tahlil qilishim kerak. Tahlilni shuning uchun tahlil qilib chiqyapman. Ya'ni tahlil emas, o'zimning fikrimni bildirib o'tyapman. Shu o'yin haqida kecha demak shu Old Trafford stadionida Manchester United Yevropa Ligasi doirasida 1/8 finalda Ispaniyaning Real Sociedad jamoasini qabul qildi va g'alabaga erishdi, ishonchli g'alabaga erishdi va bir tur finalga chiqib, keyingi mavsumda Chempionlar Ligasida o'ynash uchun muhim qadamni qo'ydi deb o'ylayman. O'yin nuqtai nazaridan nima deyish mumkin? O'yin borgan sari endi mana hozirgi paytda Manchester United o'yin ochilib boryapti. Kerakli paslar, to'g'ri, birinchi taymda bardak ko'p bo'ldi. Goh bitta futbolchimiz, masalan uchun Hoyland yoki Garnacho yoki Hoylandga qandaydir harakat o'xshasa, Garnachoda qanaqadir harakat o'xshamay qoldi. Shu sababli nomutanosiblik ko'payib ketdi. Lekin bizda El Capitano bor, Bruno Fernandes o'sha biriktiruvchi nima desam bo'ladi, связующее звено bo'lib xizmat qildi. O'zbekcha aytganda, ya'ni biriktira oldi o'sha kamchiliklarni, o'yinchilarni, jamoani biriktira oldi va biz ishonchli tarzda 4-1 hisobda g'alaba qozondik. Endi bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, dastlab 10-minutda bizni darvozamizga Manchester United darvozasi tomon penalti belgilandi va uni Real Sociedad jamoasining kapitani Ayrozabal aniq amalga oshirdi. 1-0. O'shanda foul qilgan Mattias de Ligt ga sariq kartochka ko'rsatilib, foul berib penalti qo'yildi. Bizni darvozamizga qarab qo'yayotgandek. Oradan 6 daqiqa o'tib, endi penalti Manchester United darvozasi tomon Real Sociedad jamoasi tomon belgilandi va uni Bruno Fernandes ajoyib tarzda bajarib, hisobni tenglashtirdi. Bir ko'rinishga olib keldi va shu tariqa jamoalar ko'proq o'yin bari Manchester ustunligi bilan o'tdi. Birinchi bo'limni tugatishdi. Ikkinchi bo'limda 50-daqiqada yana penalti berildi Real Sociedad darvozasi tomon va uni ham Bruno Fernandes ishonch bilan amalga oshirdi va hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldi. Ya'ni umumiy hisob shunda 3-2 ko'rinishiga keldi. Va orada 63-daqiqada Real Sociedad jamoasi himoyachisi bizni qanot yarim himoyachimiz Dorguga nisbatan yakka-makka chiqib ketayotganda qo'pollik bilan to'xtatib qoldi va sudya o'ylanib o'tirmasdan unga qizil kartochka ko'rsatdi va Real Sociedad jamoasi o'yinda 63-daqiqadan keyin bir kishi kam bo'lib harakat qilishni boshladi. Tabiiyki bir kishi kam bo'lib harakat qilgandan keyin Manchesterda ko'proq imkoniyatlar paydo bo'lishni boshladi. Va 78-daqiqada Casemironing o'rniga Collier tushdi, umidli yosh yarim himoyachimiz. 87-daqiqada Bruno Fernandes Garnachoning ajoyib pasidan keyin hisobni 3-1 ko'rinishiga olib keladi. 88-daqiqada Zirkzin o'rniga Christian Eriksen maydonga tushdi va 90+1da Rasmus Højlunddan nihoyat foydali harakat va u raqib jarima maydoni ichida ajoyib fint ishlatib Diego Dalotga to'pni chiqarib beradi. Diego Dalot esa to'pni to'xtatmasdan darvozani nishonga oladi va yakuniy hisobga tabloga yozib qo'yadi yakuniy hisobni va shu tariqa o'yinga nuqta qo'yadi desa ham bo'ladi. 4-1 hisobdagi hisob o'yin yakunigacha o'zgarmay qoldi. Shu tariqa. Endi bevosita o'yin statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, XG bo'yicha Manchester United 4.2 golga o'yin namoyish qildi, Real Sociedad jamoasi esa 1.2 golga o'yin namoyish qildi. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda tenglik, ya'ni o'yinga yarasha gol urilgan. To'p egallatirish bo'yicha 60 ga 40, zarbalar bo'yicha 25 ga 8, aniq zarbalar bo'yicha esa 10 ga 3 ta zarba berilgan. Ikkala jamoalar tomonidan. Endi shu natijalardan keyin biz o'z-o'zidan
o'sha 1-8 finaldagi qolgan uchrashuvlarda bizning raqib kim bo'lishini kutishimizga to'g'ri keldi va men sizlarga o'sha qolgan o'yinlar natijalarini aytib o'taman. Demak, AS Alkmaar jamoasi Tottenhamda mehmon bo'ldi. Birinchi o'yinda hisob 1-0 ko'rinishda AS Alkmaar jamoasining foydasiga hal bo'lgan. Ikkinchi o'yinda esa Tottenham jamoasi 3-1 hisobida g'alaba qozondi va Tottenham jamoasi keyingi bosqichga chiqdi. Ajax Eintracht uchrashuvida dastlabki o'yinda 1-2 hisobida Eintracht jamoasi g'alaba qozongandi. Ikkinchi o'yinda esa 1-4 hisobida Eintracht jamoasi g'alabaga erishdi. Biyode Gimn hamda Olympiakos jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda dastlabki o'yinda Biyode jamoasi 3-0 hisobida g'alaba qozongandi. Ishonchli tarzda ikkinchi o'yinda esa Olympiakosda 1-2 hisobida Olympiakos jamoasi g'alaba qozondi, lekin keyingi bosqichga chiqa olmadi. Viktoria Pilsen hamda Lazio jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda dastlabki o'yin 1-2 hisobida Lazio jamoasining g'alabasi bilan yakunlangandi. Ikkinchi o'yinda esa jamoalar murosa ko'chasini tanlab 1-1 hisobini qayd etishdi. Fenerbahce Rangers uchrashuvida dastlabki o'yin 1-3 hisobida Rangers g'alabasi bilan yakunlangandi. Ikkinchi o'yinda esa jamoalar 2-1 hisobida Fenerbahce jamoasi g'alaba qozondi va penaltilar seriyasi bo'yicha o'sha Rangers jamoasi keyingi bosqichga yo'l oldi. Roma jamoasi Atletikoni o'z uyida qabul qildi va Shomurodov bizning vatandoshimiz jamoasi alamli tarzda 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi. Dastlabki o'yinda 2-1 hisobida Roma jamoasi qo'l ustun kelgan edi. O'shanda g'alaba to'pini Shomurodov urgandi. Bu o'yinda esa o'sha dastlabki bo'limda, birinchi bo'limdagi qizil kartochka tufayli Atletiko jamoasi yakunda 1-3 hisobida g'alaba qozondi va keyingi bosqichga yo'l oldi. FKSB jamoasi hamda Lyon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv dastlabki o'yinda 1-3 hisobida Lyon jamoasining qo'l ustun kelgandi. Ikkinchi o'yinda esa Lyon hech qanday imkoniyat qoldirmadi raqibiga va 4-0 hisobida g'alabaga erishdi. Keyingi bosqichga keyin o'z-o'zlarining Real Sociedad hamda Manchester United jamoalari o'rtasida dastlabki o'yin 1-1 bo'lgandi. Ikkinchi Old Trafforddagi uchrashuvda esa 1-1 hisobida Manchester Unitedning qo'li baland kelgan. Shu tariqa keyingi bosqichga chiqqan juftliklarni ko'rishlaring mumkin. Ya'ni demak, Tottenham Eintracht, Biyode Lazio, Rangers Atletik va Lyon Manchester Unitedlar juftliklari hosil bo'ldi. Bu 1-4 finalda dastlabki o'yinlari. Endi asosiy maydonga tushgan asosiy sostav hamda ularga qo'yilgan ballarni qo'yib chiqadigan bo'lsak, jamoamizga umumiy 7-5 ball qo'yildi. Deyarli hamma futbolchilarimiz o'sha sariq olganlar hisobga olmaganda yaxshi o'yin namoyish qildi va ishonchli tarzda o'yin ko'rsata oldi. Endi to'g'ri Real Sociedad jamoasi shunga yarasha bitta kam bo'lib harakat qilganini hisobga oladigan bo'lsak, sizlar esa bu haqda albatta o'zlarining fikrlarini kommentariyada yozib qolishlarini kutib qolaman. Demak, darvozada Andre Onana, himoyada Xavi, De Ligt hamda Mazraouilar tushgan. Ikkita qanotda Dorgu hamda Dalot harakat qildi. Markazda Bruno Fernandes hamda Kazemirolar harakat qilgan bo'lsa, hujumchi ortida Garnacho hamda Zirzelar harakat qildi va yakkol hujumchi Rasmus Hojlundlar o'yinda harakat qilishdi va ikkinchi taymda o'sha zaminalarni ko'rishlaringiz mumkin. Eriksen, Kolyer shu kabi futbolchilarimiz bizda maydonga tushdi va o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajardi deb o'ylayman. Endi o'yinda so'zsiz eng yaxshi o'yinchisi deb Bruno Fernandes topildi, chunki u hat-trick qayd etdi va o'zini kapitanlik, o'zini ortidan jamoasini ergashtira olish ko'rsata oldi va shu tariqa unga menimcha haqli ravishda Men of the Match unvoni berildi. Sizlar esa bu haqda albatta o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Yana bir qiziq fakt, Bruno Fernandes Yevropa Ligasi tarixida gol plus pas ochkolarni hisoblaydigan bo'lsak, eng sermahsul futbolchi bo'lib turibdi. U 41 ta foydali harakatlar, gol plus pasda 41 ochko to'plagan desak to'g'ri bo'ladi menimcha. Manchester yana bir xabar shu Yevropa Ligasiga doir. Yevropa Ligasida ishtirok etgan jami 72 ta jamoadan Yevropa Ligasida ishtirok etgan 72 ta jamoadan faqatgina Manchester United
hozirgacha mag'lubiyatga uchramay kelmoqda. Bu Opta tomonidan statistik ma'lumotlar qayd etilgan, saytlar tomonidan qayd etilgan ma'lumotlar. Yana bitta bizda o'sha kechagi o'yinda, bugungi o'yinda shu 1da yarim tunda bo'lib o'tgan o'yinda debyut qilgan 18 yoshli himoyachimiz Xaven, uni statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, u ham o'yinda eng yaxshi o'yinchilardan biriga nomzod sifatida ko'rildi. To'g'ri ikkalasi, lekin Xavenga men to'xtalib o'tmoqchiman, chunki u bizda tarbiyalanuvchimiz. U demak 63 marta to'pga tekkan, 88 marta aniq 88% aniq pas bergan, 44 tadan 42 ta pas aniq bergan. Kurashlarda, havo kurashlarida, umuman bahslar kurashlarda 4 tadan 4 tasida g'alaba qozongan. 4 marta to'pni jarima maydonidan uzoqlashtirgan. 3 marotaba raqib bilan to'qnash kelganda to'pni olib qo'ya olgan va 2 bora raqibni hujumga o'tishini to'xtatgan. Bu menimcha 18 yoshli yigit uchun menimcha bu ajoyib natija deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu bilan men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shundan iborat edi. Sizlardan unutmayday like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Videoning so'ngida odatdagiday o'sha Manchester United tomonidan urilgan 4 ta golni qo'yib beraman men sizlarga. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi. Xayr. O'zlaringiz asranglar.